Assalomu alaykum. Yurtimizda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatoy Nurmatova. Bugun dasturimizda ertadan boshlab qattiq sovuq bo'ladi. Undan saqlanish uchun qanday choralar ko'rildi? O'shga kirgan transport vositalari tartibni saqlamayapti. Hududlardan kelgan mashinalar tirbandliklarga sabab bo'lmoqda. Mast holatda mashina boshqarganlarga jazo kuchaytirildi. Bu yil o'lkada 150 qishloq ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Ertaga 26-yanvardan boshlab Qirg'iziston hududida ob-havo keskin pastlab, kechasi tog'li hududlarda 25 darajagacha sovuq bo'lishi kutilmoqda. Bunday ob-havo kommunal xizmatlarning ishida qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Shu sababli barcha hududlarda xizmatlar kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tadi. Favqulodda holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun ko'rilayotgan tayyorgarliklar haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. O'lkada bugundan boshlab havoning harorati keskin pastladi. Qirg'iziston ob-havoni kuzatish markazining bergan ma'lumotiga ko'ra, tog'li hududlarda yo'llar muzlashi kutilmoqda. Shu bilan birga 26-yanvardan boshlab havo harorati keskin pastlab, sovuq qattiq bo'lishi aytilmoqda. Shu sababli favqulodda holatlar ministrligi kuchaytirilgan tartibda ishlaydi. Xavfli holatlar uchun shaxsiy tarkib kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Avtounalardын жүрүшүнө энергетика жана ошол коммуналдык кызматтардын иштешине кыйынчылык туудурушу мүмкүн. Куткаруучулар ошол бүт бардыгы ошол аймактардагы абалды көзөмөлдөп, ошол күчөтүлгөн тартипте иштеп атышат азыр. Bilim berish ministrligi esa havo harorati sababli ertadan boshlab maktablarda o'quvchilarni 4 kunlik dam olishga chiqardi. Aniqrog'i 31-yanvargacha bilim berish ishi to'xtatiladigan bo'ldi. Bu bo'yicha bugun o'lkadagi barcha maktablarda xabarlar tarqatildi. Bola bog'chalar faoliyati davom etishi yoki vaqtincha to'xtashi borasida biror qaror qabul qilinmadi. Buni shahar hukumati ko'rib chiqadigan bo'ldi. Ал эми бул сабактардын күнүн толуктоо боюнча 5 күн окуган мектептер, класстар алар ишемби күндөрү толукташат. Ал эми 6 күн окугандар кийинки мына каникул маалында убактысы менен толукташат болсо. Hukumatdan sovuqdan talofatsiz chiqish bo'yicha mahalliy hukumatlarga topshirmalar berilgan. Bugun hududlardagi xizmatlar bu bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Shunda ertadan boshlab turar joylarda beriladigan harorat maksimal darajaga yetadi. Buni ijtimoiy obyektlarda bitta o'txonalarda 2 tadan brigada faoliyat olib boradi. Bundan tashqari elektr energiyasini uzgul-tuksiz ishlashini ta'minlash maqsadida qo'shimcha transformatorlar tayyorlangan. Ушул шаарда бизде бир маселе бар. Бүгүнкү күндө ушул кароосуз бизде Ош шаарында 80ге жакын сел саяктар бар. Ошолордун маселеси да бүгүнкү отурумда каралды. Ал боюнча биз ошол атайын ушундай сел саяктарды сууктан сактоо үчүн атайын бир имарат бүгүнкү күндө табуу маселеси ушу соцблокко тапшырылды. Shu o'rinda favqulodda holatlar ministrligi aholini sovuqdan himoyalanish yo'llarini bilib olish kerakligini ta'kidlashmoqda. Masalan, uydan tashqarida vaqtda harorat keskin pastlasa, u holda bir joyda turmasdan harakatda bo'lish kerakligini aytishmoqda. Uyga kelganda esa tananing muzlagan qismini quruq mato bilan artib, keyin iliq suvda chayishni maslahat bermoqda. Vaqti bilan suv harorati oshirilib borilsa, sovqatgan joy tez orada o'z holatiga qaytadi. Ошондой эле суук мезгилинде мына көп адамдар айтат, спирттүү ичимдиктерди ичсе, жылынууга байгандай мүмкүнчүлүк. Ал таптакыр туура эмес. Эмне себептен? Спирт ичимдиктерин ичкен натыйжасында биздин ошо адамдын кан тамырларынын экспансиясына алып келет. Башкача айтканда, кан тамырлары кеңейип, адам ичинде болгон жылуулугун tez жогото баштайт. Agar sovuq havoda avtomashina yurmay qolsa, ob-havo biroz iliguncha mashinadan tushmaslik lozimligi eslatiladi. Tez orada yordam beradiganlar topilmasa, yaqin oradagi qishloq yoki uyda isinib olish kerakligi ta'kidlanmoqda. Hilola Ashurova, Nurjamal Barg'aboyev, Argen Qalbek o'g'li, Intimaq. O'sh meriyasining jamoat transportlar bo'yicha qarori bajarilmayapti. Qabul qilingan qaror bo'yicha rayonlararo marshrutlar shahar tashqarisidan emas, ichki ko'chalardan qatnamoqda. Avtobekatni jildirish kutilgan natijani bermay, aksincha yo'l tirbandliklarini orttirdi. Shahar chetiga qatnovchi taksilar ham ko'rsatilgan joydan jo'namay, tartibsizlik hal qilinmayapti. Qarorning bajarilishi nima uchun nazorat qilinmayapti? Muxbirimiz bayon qiladi. O'sh shahar meriyasining 2015-yildagi qaroriga ko'ra rayonlararo marshrutlar shahar tashqaridan qatnashi kerak.
Ko'rsatilgan sxemada faqat ikkita yo'nalishga shahar ichidan yurishga ruxsat berilgan. Ular Yangi Alay va Qoratoyga boradigan jamoat transportlari. Biroq O'zgan, Qorag'ulja, O'ttizadirga boradigan marshrutlar ham shahar ichidan yurayotganini ko'rish mumkin. Qorasuvga qatnagan marshrutlardan tashqari tumanlararo taksilar avtobekatdan jo'nashi kerak degan qaror qabul qilingan. Biroq bugungi kunda tashqariga chiqadigan taksilarning deyarli barchasi u yerdan yurmaydi. Bishkekdan tortib oblastning barcha tuman shaharlariga boradiganlar markaziy ko'chalarning yo'l chetiga turib olib yo'lovchilar yig'ishga harakat qilishadi. Башында жаңа ачылганда барганбыз. Барып, o'sha yerda 1-2 kun turdik, odam барбай койду. Буяка келип ушактан каттап атабыз да. Машинабызды знактан ылдый коюп, ошақтан адамдарды ошаққа алып барып, ошақтан ташып атабыз. Avtobekatni shahar tashqarisiga chiqarishdan ko'zlangan asosiy maqsad ham shaharga kirgan avtomashinalar tirbandligini ozaytirish edi. Hozir esa aksincha ular tirbandliklarni paydo qilmoqda. Tegishli organlar tomonidan tartibga solish ishlari amalga oshirilgan bilan, biroq bu masala to'liq hal etilmagan. Xizmatkerler turgan yerden ar жаққа өтіп алышып, бұл жаққа өтіп алышып, жанақындай көрінбей тұрышып, таксилик кылып атышат. Бирок биз ошого карабастан биздин өзүбүздүн күчүбүздү жумшап, катуу тартипке чара көрүп атабыз. Аларга эгерде жолдун четинде турган болсо, туура эмес жерге токтогон үчүн административный кодекстин негизинде чара көрөбүз. Oldinda O'sh shahar meriyasi tartibsizlikni oldini olishni rejalashtirilmoqda. Buning uchun tegishli organlar bilan muntazam nazorat qilish kerakligi aytilgan. Buning uchun tegishli organlar bilan muntazam nazorat qilinishi aytilmoqda. Бұл iş-şaralardı, бұл мыйзамсыз жерлерден, белгиленбеген жерлерден жүргүнчүлөрдү ташып жүргөн жеке менчик такси ээлерин жоопко тартуу, бұл түздөн-түз жол кыйынын коопсуздук бөлүмдөрүнө жүктөлгөн да. Буларга азыр милдеттүү түрдө бизден дагы кошумча чаралар кабыл алынып, буларга милдеттер коюлуп атат. Буюрса, булар жакын арада биз азыр пландаштырып атабыз. Дагы рейдтерди жүргүзөбүз. Biroq shahar hukumatini muntazam nazorat qilishiga ishonmayotganlar bor. Bunga avtobekatni haligacha to'liq ko'chirilmaganini sabab qilib ko'rsatishmoqda. Жазылган кагазда калып кетип атат. Bizde жазылбаган мыйзам көбүрөөк иштетилип кетип атат да. Кыргызчылык келип эле. Мындай кылсак боло берет да, мындай кылсак боло берет да. Өздөрүнүн бийлигинин таасири канчалык экенин бүгүнкү күндө өздөрү жазган токтомдун аткарылышынан текшерип алса болот да. Биздин таасирибиз канчалык экен көрөлү, же болбосо колубузда иштеген ошо автоинспекция кандай таасирибизди көрөлүчү деп аракет кылса болот. Бүгүнкү күндө эч кандай неме жок. Ta'kidlab o'tsak, O'sh shahrining yo'llari 30 mingta avtomashinaga moslashtirilgan. Bugungi kunda shaharda 70 mingta avtomashina bor. Bundan tashqari kuniga shaharga 100 mingga yaqin avtomashina kirib chiqadi. Bu degani tez orada yo'llarni kengaytirish va shahar ichida ro'yxatga olinayotgan avtotransport halokatlarini sonini ozaytirish kerak ekanini bildiradi. Qirg'izistonda mast holatda avtomashina boshqarganlarga javobgarlik kuchaytirildi. Jinoyat va jazo kodeksiga kiritilgan tegishli o'zgartirishlarga prezident Sooronbay Jeenbekov qo'l qo'ydi. Unga ko'ra, mast holatda avtomashina boshqarganda jabrlanganlar bo'lsa, 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinib, 3 marta ko'p jarimaga tortiladi. Bundan tashqari yoqimsiz vaziyatga yo'l qo'ygan tomonlar ham javobgarlikka tortiladi. Masalan, mast holatda haydovchini qatnovga chiqishiga yoki mashinaning nosozligiga aloqasi bor narkolog va mexanik ham aybdor hisoblanadi. Bu yil o'lka bo'yicha 150 qishloqda suv masalasi hal qilinadi. Buning uchun davlat g'aznasidan 230 million so'm ajratilgan. Bundan tashqari 16 shaharga ichimlik suvi olib kelish uchun 135,6 million yevro investitsiya jalb qilingan. Unga qurilishi avval boshlanib, moddiy tanqislik sababli ish to'xtagan jarayonlar amalga oshiriladi. Shuningdek, hukumat Aris bilan birgalikda Alato bulog'i loyihasini amalga oshiradi. Bu yil o'lka bo'yicha 150 ta qishloq to'liq ichimlik suvi bilan ta'minlanadi deya hukumat va'da bergan. Buning uchun g'aznadan va grant mablag'lari ajratilgan. Dastlabki bosqichda Batken, Issiqko'l, Jalolobod oblastining Olobuqa va Chatqal tumanlari kiritilgan. Shu sababli suv quvurlari o'rnatilib, eskilari yangilanmoqda. Бүткүл дүйнөлүк банкы 71,2 million AQSh dollары менен секторга кирип, ал өлкөбүздүн Ош, Чүй жана Ысык-Көл облустарынын 91 айылдарын камтыган Алатоо булагы атындагы чоң программа 2016 жылдан баштап Арис аркылуу ишке ашырыла баштады. Азыркы учурда Ош облусунун 4 айылынын
айылын Тогото жана Кыргыз Ата подпроекттеринде, 11 айылын камтыган Чүй облусунун Курама жана Султан подпроекттеринде курулуш иштери жүргүзүлүп баштады. Qirg'iziston O'rta Osiyoda suv resurslariga boy o'lka hisoblanishiga qaramasdan 1 million aholi, ya'ni 631 qishloq ichimlik suviga muhtoj. Shu tufayli ba'zi hududlarda yuqumli kasalliklar avj olgan. Xalq vakillari ichimlik suvi olib kelishni yuqumli kasalliklar avj olgan hududlardan boshlashni taklif qilishmoqda. Qaysi rayonlar hozir eng qo'rqinchli toza suv jag'ынан? Жалалабад. Эмне үчүн коркунучтуу суда кандай вирустар болуп атат, канча адам ооруп атат? Дүйнөлүк саламаттык уюму боюнча же силердин статистика боюнча? Бул жерде болсо көбүнчө ошо гепатит, вирус гепатит, брюшной тиф, анан острый кишечный заболевание, ишкелте оорулар. Эң коркунучтуу районду 5 районду айтыңызчы Кыргызстандагы азыр. Майлы суу, Бүргөндү, ушу Ысык көл областынан Ысык көл областы, ана Кемин районунда бар Кызыл суу деген. Davlat g'aznasidan 5 yilga 25 milliard so'm ajratilgan. Shuning uchun har yili 5 milliard so'm suv chiqarish va uskunalarni almashtirishga sarflanadi. Ichimlik suvi tanqis hududlar ro'yxatining boshida Jalolobod oblasti tursa, Norinda ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlari yakuniga yetib qoldi. O'shliklar esa yog'ingarchilik kunlarida xavfsirashmasa ham bo'ladi, sababi suvni filtr qiladigan jihozlar yaqin kunlarda ishlay boshlaydi. Polshanın kreditinin 5 yıl oldu. Alıp, alар бирок айыл чарба техникасына да берилген болчу. Бүгүнкү күндө ошол кредитти алардын техникасы бизге туура келбестен, же техникалар кымбат болгондон ойлонушту 1 тыйын алынган эмес. Ошону бүгүн биз алып, ошол жана канализация, жана таза ошол канализацияны тазалоочу техникаларды алып ошол жерге куралы деп атабыз. Мисалы, ошол эле кербен, таш көмүр, кызыл кыя, талас, нарын шаарларын ошону колдонолу деп аракет кылып атабыз да. Parlament vakillari ichimlik suvi dasturini amalga oshirishda poraxo'rlik tizimi avj olishidan xavotirga tusha boshlashdi. Sababi ajratilgan mablag'lardan samarasiz foydalanib bir qator loyihalar oxiriga yetmagan. Shu sababli xalq vakillari qonun buzganlarni javobgarlikka tortib, ularni shaxsini jamoatchilikka ochiq aytishni taklif qilishmoqda. 161 айыл de jure жоқ, бирок де факто жаңы конуштар бар. Ал жерде дагы таза суу маселеси мүмкүн орчунда калып атат. Демек 547ден ашуун бүгүнкү биздин айылдар таза суу менен жана жаңы конуштар таза суу менен камсыз болгон жок. Jahon banki ichimlik suvi uchun ajratilgan 20 million dollar berish ishini to'xtatgan. Bunga loyihani amalga oshirishdagi korrupsiya sxemalari sabab bo'lgan. Endi hukumat bu yo'nalishni muntazam nazoratga olib, qonunbuzarlarga chora ko'rishga va'da berdi. Endi Noqat rayonining xalqi muammolarini qishloq hukumatiga WhatsApp orqali yetkaza olishadi. Mazkur tizimni joriy qilish fuqarolar bilan mahalliy yashovchilar o'rtasidagi aloqani jonlantirishga yo'naltirilgan. Tushgan murojaatlarga qishloq hukumatining mutaxassislari tez orada javob berib, hal qilishga kirishadi. Oldinda mana shu va boshqa xabarlar bilan qisqacha tanishasiz. Aholi bilan internet aloqasini tuzishda O'sh oblastini Noqat rayoni tanlab olingan. Sababi tuman shahardan olis bo'lmagan joylarda internet uzluksiz bo'ladi. Bunda mahalliy yashovchilarning talab va istaklarini muntazam qabul qilish imkoni yuqori. Buning uchun maxsus guruh tuzilib, tushgan arizalarga javob berishadi. Tashabbus USAIDning muvaffaqiyatli hudud loyihasi asosida amalga oshirilgan. WhatsApp orqali aloqalarni amalga tatbiq etish uchun qishloq hukumati mutaxassislari va ko'ngilli fuqarolar maxsus o'qishdan o'tishdi. Eslatib o'tsak, loyiha 2 yil avval boshlanib 38 ta qishloq hukumatida ishlamoqda. Бул долбоор эми азыр иш тажрыйбабызды бөлүшүп көрөбүз. Анан эгерде ошо критерийлерине туура келген айыл аймактар катышса болот. Биз бул механизмди ишке киргизгенибиздин себеби бизде ылайыктуу критерийлердин баардыгы бар эле. Албетте биринчиден интернет болуш керек, экинчиден техникалык жабдуулар болуш керек. O'sh shahrida qurigan daraxtlar butalib tartibga solinmoqda. Hozirda O'sh shahrining 15 ta ko'chasida tartibga solish ishlari yakunlandi. Asosan elektr simlariga xalal berayotganlari tekislandi. Kesilgan daraxtlar shahardagi muhtoj oilalarga bepul o'tin qatori yordam tariqasida beriladi. Bu joriy yil hisobidan dastlabki qirqish ishlaridir. Xavfli holat paydo qilgan daraxtlarni kesish ishlari O'sh shahrida 2-3 yildan beri amalga oshiriladi. Основном бул жерде азыр линияларга тийген, мына зымдарга, тирелеп линияларга
аларга тийген дарактарды алыш керек. Анан баягы жерде курагандарын эме кылса бул омоложение кетет. А самом деле даракты формага келтирип туруу керек. Азыркы убакта бизде Ош шаары боюнча 21 көчө жазылды. O'sh shahrida o'quvchilarni raketchilik bilan kurashishga yo'naltirilgan tadbir bo'lib o'tdi. 4 maktab o'quvchilari bitta sahnaga yig'ildi. Maqsadi Quvnoqlar va Zukkolar klubida o'yin ko'rsatib, o'zaro do'stlik munosabatlarini mustahkamlashdan iboratdir. Mazkur tadbir shahardagi boshqa maktablar orasida ham bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Tadbir O'sh shahar bilim berish boshqarmasi hamda Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan. Учурдагы жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу жана аларды келечектеги кесипке даярдоо болуп саналат. Бул иш-чаранын өткөрүүнүн бир максаты ушул. Batkenning Qorabuloq qishlog'ida qashqarlar ko'payib cho'ponlarni qiyin ahvolga soldi. Yaylovdagi yilqilar yirtqichlarga yem bo'lib keltirilgan zarar 1 million so'mga yetdi. Qish boshlangandan beri paydo bo'lgan qashqarlar 2 oyda 14 yilqiga hamla qilgan. Shu sababli ovchilarga qashqarlarni ovlashga ruxsat berildi. Shunday bo'lsa ham ovchilar uchun yirtqichlarni topish oson bo'lmayapti. Yirtqichlar bilan kurashayotgan qishloq yashovchilarining muammosini navbatdagi lavhada ko'rasiz. Qorabuloq qishlog'ida qashqir chorvaga hujum qilgan so'nggi voqea 19 yanvar kuni sodir bo'lgan. Yaylovda yurgan uyur yilqilardan ikkitasi yirtqichlarga yem bo'lib, mol egasi 100 ming so'm zarar ko'rgan. Voqeadan keyin Mamasharip Mamirayev qolgan 4 yilqisini ham sotib yuboribdi. Daromadi chorvachilikka bog'liq bo'lgan bo'lsa ham boshqa chorasi qolmagan. Bo'rilar ko'paygan sayin uyur bo'lib 9-10 dan yuradi. Sho'ga байланыштуу katta ayg'irlarni da jeb qo'l solib katta jonivorlarni da qo'yib жатат. 5-6 жылқым бар эле, экөөнү жакында эртең март айында тууш керек эле. Ичинде кулундары менен жеп салды. Bu kabi qashqirga molini oldirib yuborganlar Batkenning Qorabuloq qishlog'ida o'nga yetdi. Qish mavsumi kelishi bilan qashqirlar avj olib, yaylovdagi 14 yilqi yirtqichlarga yem bo'lgan. Bu kabi vaziyat qishloqda yil sayin sodir bo'lib, o'tgan yili 70 yilqini bo'rilar yo'q qilgan. Qishloqdagilarning aksariyati chorvachilik bilan shug'ullanganligidan bu asosiy muammoga aylandi. Mayda жаныктар кой echkilerге дагы тийип атат, бирок көпчүлүгү айтпайт экен. Маалыматын точно билбейбиз, канча кой канча echki жегенин толук билбейт эмес. Буга чейин эч ким арыз менен кайрылган эмес. Азыр кайрылган күндөн баштап ушул мергенчилик иштери жүрүп атат мыйзам чегинде. Азыр эми ушул керектүү документтери бар мергенчилерге уруксат берилди. Ошол департамент менен биргеликте чогуу иштерди аткарып атат. Mol boqqanlarning chorasi qolmaganidan yil boshidan buyon mahalliy ovchilarga qashqirlarni otishga ruxsat berilib, maxsus guruhlar tuzilgan. Ular tabiatni muhofaza qilish departamentining xodimlari bilan birgalikda ovchilikka chiqishmoqda. Natijada 9 qashqir yo'q qilindi. Tog'larda qor yo'qligi bois yirtqichlarni topish qiyin kechmoqda. Anam bitta merganchilarni jiyib chiqdik, hech narsa topmadik. Sebebi kun issiqlikqa байланыштуу жогору жакка өрлөп кеткен ошол. Onu tapmadık, действительно. Бирок өкмөт, департамент келип аракет кылып атат, бирок жыйынтык болбой атат. Күн суубайып, пасқа зонага түшпөй жатат, тоодо эле балалап ошол жактан өздөрү көбөйүп кетет. Бул кашкыр негизи мана февраль, март айында кууту башталат, апрель, майда төлдөйт. 4 бөлтүрөктөн 8 бөлтүрөкчө бөлтүрөк алып келет. Ошонун 4-өөнү жок кылсам, 4-өө жылын калып кетип атат да. Hozirda qashqirlarga ov qilish Qorabuloq qishlog'idan tashqari Suvboshi va Qishtut qishloq hukumatlari ham qizg'in ish olib bormoqda. Chunki yirtqichlar rayonning chegaradosh hududlarida uchraydi. Ularni bir hududda yo'q qilish qiyin kechadi. Agar mahalliy ovchi bir qashqir otsa, 5 ming so'm, bolasiga 1,5 ming, chiya bo'riga 2 ming so'mdan pulli mukofot o'rmon xo'jaligi tomonidan beriladi. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Xalqaro Amnesty International tashkiloti Meksikani inson huquqlarini buzishda aybladi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, migratsiya bo'yicha Milliy institut o'lka hududiga qochqin maqomini so'rab kelgan muhojirlarni qabul qilmasdan deportatsiya qilmoqda. Amnesty International tashkiloti Mexikoda qarovsiz va ilojsiz deb nomlangan hisoboti bilan tanishtirdi. Unda tashkilot Meksikani qochqinlarni Markaziy Amerikada ayovsiz deportatsiya qilmoqda deb ayblagan.
hemos observado que año con año Muhojirlik bo'yicha Milliy institut har yili minglagan qochqinlarni Markaziy Amerikadan chiqaradi. Ular birinchilardan bo'lib muhojirlar huquqini himoya qilish tashkilotiga xabar berishi kerak edi. Amnesty International tashkiloti Gonduras, Salvador va Gvatemeladagi qochqinlar orasida so'rovnoma olib borib, unda muhojirlik bo'yicha institut milliy va xalqaro huquqlarni qo'pol tarzda buzayotgani aniqlangan. Ushlangan 300 qochqinning 40% o'z vataniga qaytish o'ta xavfli ekanini aytishgan, ammo shunga qaramasdan muhojirlarni ortga deportatsiya qilish davom etavergan. Qurolli to'qnashuvlardan qochib kelgan kishilarning 75% Meksikada qochqin maqomini so'rash tartibini hech kim tushuntirib bermaganini aytishib, ko'pchilik deportatsiya qilinishiga roziman degan tilxat orqali zo'rlik bilan imzo qo'ydirib olishgan. Qurolli to'qnashuvlar sababli Myanmadan Bangladeshga qochgan rohinjalar vataniga qayta boshladi. Shu sababli Myanma hukumatı Bangladesh bilan chegaradosh hududga maxsus lager tayyorlab, chegaradan o'tgan qochqinlarning hujjatlarini tekshira boshladi. Myanmada Bangladeshdan qaytishni istagan rohinjalar uchun maxsus lagerlar tayyorlanmoqda. Qochqinlar lageri Bangladesh bilan Myanmaning chegarasidan uzoqda joylashmagan. Qochqinlarni qabul qilish hafta boshida boshlanar edi, ammo ba'zi hujjatlar bitmay qolganligi tufayli hukumat mazkur jarayonni 2-3 kunga jildirgan. Bizga Bangladesh hukumati o'z vataniga qaytishni istagan kishilarni anketalarni yuboradi. Bu yerdan ular haqiqatdan ham avval Myanmada yashaganmi yoki yo'qmi tekshirib chiqamiz. Rohinja qochqinlari hujjatlari tekshiruvdan o'tgunicha chegara hududida tayyorlangan lagerlarda bo'lishadi. Shundan so'ng ular boshqa boshpanaga ko'chiriladi. Bu orada BMT Myanma hukumatiga murojaat tayyorlab, unda davlat hududiga qaytib kelgan qochqinlarga gumanitar tashkilotlar bilan aloqa qilishga sharoit yaratib berishga chaqirgan. Eslatib o'tsak, Myanmadagi qurolli to'qnashuvlardan Bangladesh hududiga 700 ga yaqin rohinja musulmonlari qochib o'tgan edi. Endi esa dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan qisqacha tanishib oling. Tojikistonning Xatlon oblast sudi Payanj rayonining yashovchisi Mahbura Hikmatovani 18 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tergov materiallariga ko'ra 39 yoshdagi ayol kamida 4 marta ovqatga zahar solish bilan turmush o'rtog'ining oila a'zolarini o'ldirishga harakat qilgan. Natijada 2 kishi zaharlanish sababli vafot etgan, 38 dan ortig'i qattiq zaharlangan. Mazkur voqea haqidagi ma'lumotni tojik ommaviy axborot vositalari 2017-yil oxirida e'lon qilishgan. Davlat ayblovchisi sudlanuvchiga 25 yil berishni so'ragan edi. Viloyat sudidagi manbaning 23-yanvar kuni aytishicha, Mahbura Hikmatova jinoyat kodeksining 2 ta moddasi jinoyatga urinish va qotillik bo'yicha aybdor deb topilgan. Hukm yanvarning oxirida chiqqan va Oliy sud uni o'zgarishsiz qoldirgan. Niderlanddagi sud Qozog'iston Milliy fondiga tegishli 22 milliard dollarlik aktivlarni xatlash haqidagi qarorni bekor qildi. Bu haqda Qozog'istonning Yustitsiya ministrligidan bildirdi. Ma'lumotga ko'ra 23-yanvar kuni Amsterdam okrug sudi Qozog'iston Milliy bankining New York Mellon bankida kastodial saqlanayotgan milliy fond aktivlariga qo'yilgan xatlovni olib tashlash haqidagi iltimosini qanoatlantirdi. Sud Qozog'iston Milliy banki va Adliya vazirligining pozitsiyasini yoqlab, milliy fond aktivlari daxlsiz degan qarorga keldi, deyiladi muassasaning bildiruvida. Dekabrda New York Mellon banki Qozog'iston Milliy fondiga tegishli 22 milliard dollardan ortiq mablag'ni hibs qilganini bildirgan. Bunday qaror Qozog'iston hukumati moldovalik investor Anatol Stati o'rtasidagi uzoq davom etgan sud tekshiruvlari sababli qabul qilingan. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov qatnashgan hukumat yig'inida yengil atletika musobaqasi uchun estafeta tayoqchasining namunasi qabul qilindi. 19-yanvar kuni bo'lib o'tgan majlisda Berdimuhamedovga Amol Xazar yo'nalishi bo'yicha Buyuk Ipak yo'li trassasi yo'qolib o'tadigan yugurish estafeta tayoqchasi namunalari taqdim qilindi. Turkman lideri tayoqcha namunasini yoqtirib, yugurishga tayyorgarlik ko'rishni topshirdi. 2017-yilning noyabrida Turkmaniston prezidenti Buyuk Ipak yo'li bo'ylab xalqaro avtomobil poygasini uyushtirish haqida topshiriq bergan edi. Ko'p o'tmay u ayni shu yo'nalish bo'yicha ommaviy yugurish va velomarafon o'tkazish taklifi bilan chiqdi. Rossiyalik sportchi Habib Nurmagomedovning otasi Abdulmanap Nurmagomedov O'shga keldi. Mashhur sportchining otasini shahar turg'unlari bilan sportchilar havo maydonida kutib olishdi. Uning O'shga kelishdan asosiy maqsadi yosh sportchilarga stimul berib, professionallikka o'rgatish bo'lib sanaladi. Batafsil muxbirimiz hikoya qiladi.
Mashhur sportchi Habib Nurmagomedovning otasi Abdulmanap Nurmagomedov O'shga keldi. Bugun uni O'sh aeroportidan shahar yetakchilar va O'sh shahar sport qo'mitasining vakillari kutib olishdi. Стараемся побыть там, где мы планировали. Рахмат барды кыргыз элине. Бизди жакшы тосуп алышты. Бүгүн Ош шаарында болобуз жана спорт залынын ачылышына барып, жаш өспүрүм спортчулар менен маектешебиз. Ал жерде мастер-класс өтүүнү да пландаганбыз. Ошто бир күн түнөп, эртең кайра учабыз. Огромное спасибо. U O'shda 2 kun bo'lib, bugun yangi qurilgan Ayko'lmana sport zalining ochilishida ishtirok etadi. Tajribali murabbiy sport zalida jurnalistlarning qiziqqan savollariga javob berdi. Yosh sportchilarga o'zining maslahatlarini berdi. Keyin gilam ustida mushtlash va kurash sirlari bilan o'rtoqlashdi. Вот это колено придет прямо сюда в лицо. Покажи. Вот оно. Понятно ли? Вот. Поэтому ни в коем случае, хотя вам удобно, как вольнику пройти, вы не должны пройти сюда. Ayko'lmana sport klubi O'sh shahrida birinchi marotaba tashkil etilgan. Bu yerda yoshlar sportning bir necha turlari bilan shug'ullanishlari mumkin. Mazkur klub 2009-yili Moskvada tashkil etilib, bir necha mashhur sportchilarni tarbiyalagan. 2008-жылы 1-апрелде ушул биринчи жолу ушул Байсовский клубду түптөгөн. Ушул Байсовский клубду түптөп 2008-жылдан бери азыр 9 жыл болуптур. Ушул малга чейин көптөгөн чемпион, дүйнөнүн 2 жолку чемпиондору чыкты, 1 жолку чемпиондору чыкты. Бул албетте стимул болот. Ошол стимул болсун, ынтылуу болсун, ушу жаш спортсмендерге деп ошондуктан чакырганбыз. Abdulmanap Nurmagomedov Habibning birinchi murabbiyi bo'lgan. Erkin kurash bo'yicha SSSRning sport ustasi, Rossiyaning xizmat ko'rsatgan murabbiyi, hozir Dog'iston terma jamoasining bosh murabbiyi. Eslatib o'tsak, ular kecha o'g'li Habib Nurmagomedov bilan Bishkek shahriga kelib muxlislari bilan uchrashgan. Keyin yaqin kunlardagi chempionatga tayyorlanish uchun Habib Dog'istonga jo'nab ketgan. Bugun intimaq muxbirlar tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.